Assalomu alaykum deymiz Asconex kanali obunachilari va ancha muddatdan so'ng yana men o'z videolarimni boshladim. Bugun sizlarda Haval avtosalonida, ya'ni Jizzax Haval avtosalonida barcha mashinalarni nima yangiliklar, nima bo'lgan hammasini tushuntirib beraman. Mana mashinalarimiz hozirda bor, hammalar ichida kamyob bo'lgan Haval H9 ni birinchi paysalardan kelgan, H6 ni esa full versiyalardan, M6 ni ikkinchi paysalardan. Bularni esa qanday tartibda va nima o'zgarishlar bo'lganini bugun men sizlarga batafsil yoritib beraman. Kelinglar H9 dan boshlasak. Avval H9 bilasizlar ikkita paysadan iborat bo'ladi. Bu 535 millionligi birinchi paysa bo'ladi. 17 diskalarda bo'yni oynalari faqat akvariumli bo'lib turadi. Full versiyada esa qoraygan atermal, ya'ni qoraygan oynalar bo'lib turadi. Bir razmer full diskasidan farq qiladi. Bu 18 diska, full versiyada esa 19 diskalardan bo'ladi. Ishlariga keladigan bo'lsak, ishlari bir xil bo'ladi. Bunda faqat isitish sistemasi bor, ya'ni sovutish sistemasi yo'q. Oddiyroq lyuk bo'ladi bunda, ko'rib turibsizlar. Bunda esa panorama tom bo'ladi. Xo'p, bunday 7 o'rindiqli bo'ladi. Kimlar uchundir, men toqqa yuraman, tog'da minaman, off-roadda minaman, men ovchiman deganlarga mana shu tavsiya beriladi. Chim full versiyani olib, sali qiynab haydagandan ko'ra bu paysa sizga tavsiya beramiz. Buni sotib olish tartiblari naqd, avtokredit, o'zini pulini bo'lib berish, faqat lizingda bo'lib berish xizmatlari albatta bor. Kelasiz, o'zimga machotka qilib chiqarib beraman, bilasizlar. Asconex deb so'rab kelsanglar yoki Asadbek qani desanglar, men shu tarafdan chiroyli qilib narxlarni chiqarib hisoblab beraman. Xo'p. Keyingi mashinamiz esa Haval Dargo'ga o'tamiz sirazu. Haval Dargo'da juda ham katta yangiliklar bo'ldi. Hozirda buni 3-4 kun oldin e'lon berildi. 5 yilgacha bo'lib berish imkoniyati hozirda mavjud. Ya'ni buni 5 yilgacha o'zingiz nomingizda, lizing bo'lmaydi, o'zingiz nomingizda halol narsada bo'lib berasiz. Haval Dargo ishqibozlar juda ham ko'p buni. Chunki 4 ta balon ham tortadi. Qora versiyasi mana tashqarida ham turibdi. Ancha-muncha mashinada, misol uchun dizayndan chiroyliroq, ham shaharda bunday bagati bo'ladi. Bitta kattaroq balondan qo'ysangiz, vahshiy shiroki gelikcha bo'lib qoladi-da. Haval Dargo bu grafik rang hisoblanadi. Massaj funksiyalari albatta bor. Uzun parkovka ham qiladi, off-road ham yuradi, 6 xil rejimda harakatlanadi, bagajlari elektronik bo'ladi. 400 litrdan ziyodroq bagajnikka bor buni. Mana ko'rib turibsizlar. Oyoq bilan ossanglar 220 toklargacha beradi. Xo'p, bu yoqda esa o'zini subwooferi bo'ladi. Akustikasi esa Infinity akustika bo'ladi. Ya'ni premium audio dinamiklar bilan jihozlangan bo'ladi. Qadrli obunachilar, xo'p, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. 80% misol uchun obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ekan, bunday manfaatli videolarni o'tkazib yubormaysizlar. Xo'p, led faralar, keling, narxlarga keladigan bo'lsak, bunday ikkita pozitsiyasi bo'ladi. 430 millionga 400 million so'm farqlari bo'ladi. Mana xarakteristikalari. O'zingizlar pauza qilib ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mustaqil McPherson turizidagi, ya'ni orqasi ham mustaqil 2 rechali bo'ladi. Bu degani mashinamiz to'liq nezavisin podveska, to'liq mustaqil podveska, bu degani juda ham yumshoq yuradi. 2 turbinali, 4 porshinli sepli motor bilan jihozlangan bo'ladi mashinamiz. Haval Dargo o'zini pulini 5 yilgacha bo'lib berish, 30% bilan 2 yilga, 50% bilan 36 oyga, 70% bilan 5 yilgacha. 5 yilga olsangiz, menimcha vaqti semishga puldan chiqadi. Agar to'plab qo'ygan pullaringiz bo'lsa, olishingiz mumkin. Va avtokreditda, imtiyozli avtokrediti ham bor buni. 0% dan 12.9% gacha bo'ladi. Kelasizlar boshlang'ich 25% ni berasizlar, 12.9. Kelasizlar 30% beraman desangiz, 19. 3 yilga olaman desangiz, 7.5% dan men o'zim chiqarib beraman. Kelasizlar, bizga havolashinglar, bilasizlar, Asconex yoki telefonlar nomerlarini qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Haval H6. Haval H6 hozirdagi eng любимчик mashinalardan bo'lib turibdi. Paket tartiblari sal o'sha bo'lib turibdi. Naqd, avtokredit va lizingda bo'lib berish imkoniyatlari bo'lib turibdi bunda. Parallel LED ko'rinishlari. Boshqacha mashina, mana ko'rib turibsizlar. Dizaynlari. Qora diskalar bo'ladi, 19 diskalarda hali ancha joy bor. Bunga ancha joy bor. Yana bitta katta diska taqib olsangiz ham bo'ladi. Bu mashina temani yopadigan mashinalardan bo'ladi. Gabaritlari juda ham katta. Mana xarakteristikasini ko'rsatsam, bu 2 turbinali 4 ta balondan harakatlanadi. Bu degani 4 ta balonni o'zi qo'shib yuboradi, avtomatik qo'shib yuboradi. Bu degani qorli, yomg'irli kunlarda bemalol
harakatlansangiz bo'ladi. Mana xarakteristikalari va narxlari. Bu 2 turbinali narxi. Ya'ni eng full versiyasi 200 bitta ot kuchiga ega bo'ladi. Mustaqil McPherson turidagi oldida McPherson bo'ladi, orqalari esa mustaqil 2 rechali, ya'ni mustaqil i92 dan undan yuqori benzinda harakatlanadi. Yonilg'i sarfi akalar 7,5 7,5 yuziga rasxod qiladi, 60 litr ketadi. Mashinaning uzunligini ko'rib turibsizlar, ancha-muncha mashina katta. Turi 70 ga 188. Ya'ni turi 70 ga bo'ladi. 188 eniga bo'ladi. Bu degani ancha-muncha katta mashinadan kattaroq bo'ladi. Ham juda ham katta emas, ham juda ham kichkina ham mashinadan biri. Eniga enli, uzunligi ham anchagina uzun. Xo'p. 92 undan yuqori benzinda harakatlanadi, ichlari ham cho'p ko'rib turibsizlar. Bu degani ortiqcha to'lovlarsiz xarid qilishingiz imkoniyati bo'ladi va buni H6 ni 3 xil rangda tanlasangiz bo'ladi salonni. Xo'p, xohlasangiz qora tanlasangiz bo'ladi, xohlasangiz oq tanlasangiz bo'ladi, xohlasangiz oranjiy rangda tanlasangiz bo'ladi. Bu mutlaqo bepul hisoblanadi. Havola avtosalonida plyuslari juda ham zo'r. Xo'p, 4 ta balondan harakatlanadi, uni aytib o'tdim. 360 gradusli kameralar. Xo'p, bagaj hajmi 500 litrdan ziyodroq bo'ladi. Bunda ham subwoofer akustikasi uzun subwoofer bo'ladi, lekin Haval brendini o'ziniki subwooferlari. Bu degani bu ham chotki chiqaradi. Bir kelinglar, sinab ko'rishga ham bir eshitib ko'rsanglar bo'ladi. Bu akustikani yaxshi ko'ruvchilar uchun juda ham mos keladi. Partronikli, bunday mustaqil podveskalar juda ham yumshoq. Xo'p, besключевой dostupi nima bu? Просто обманками, просто qo'yib qo'yibdimi deb deyish mumkin. Bu esa sensorli bo'ladi. Shunday bosasiz, o'zi sezadi, boshingizdan oldin shunday boshina qulflanadi. Havolda esa tortsangiz ochiladi. Bossangiz shunday qulflanadi, tortsangiz ochiladi. Ya'ni bu qimirlamaydi, lekin sensor qo'lingizni sezadi. Xo'p, mashinamiz qisqacha. Narxlarga keladigan bo'lsak, buni 3 xil rangi, 3 ta pozitsiyasi 390, 370 va 330 millionlik pozitsiyalari mavjud bo'ladi. Pozitsiyalardagi farqlari qarang, 370 millionligi 1,5 turbina bo'ladi, xuddi shuni o'zi 1,5 turbinasi bor. Faqat u oldidan harakatlanadi. Oldi balon aylanadi. 390 millionlik esa ko'rib turganinglar bo'ladi. Xo'p, 4 ta balon aylanadi. Farqi shu, 20 million so'm farqi 2 turbinali bilan 4 ta balon aylanadi. Qolganida esa 1,5 bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi esa bulardan farq qiladi. Bagajniklari elektronli ochilmaydi. Sidinalari faqat isitadi. Keyin head-up displeylari bo'lmaydi. Xo'p, keyingi passajir rul, chopper yonidagi sidina esa mexanichni yuradi. Avtoparkovka qilmaydi, parkovkadan chiqarmaydi. Bilasizlar, H6 lar parkovka ham qiladi, parkovkadan ham chiqaradi. Misol uchun, palasi bo'lmaydi, bu ishlamaydi deyishinglar mumkin, lekin misol uchun qaysidir ko'chaga kirib qoldinglar, tor ko'chaga kirib qoldinglarda, zadniga haydolmayapsizlarmi? Bu shuni eslab qoladi. Shu misol uchun kirganinglardan keyin shu qanday rulni burgan bo'lsanglar, qimirlamaysizlar, shuni o'zi olib chiqib beradi. Ya'ni shunaqa rejimlar ham bor bo'ladi. Kelinglar, Jizzax Havolda nalichida turibdi. Asadbek deb so'rab kelsanglar, men shuni chotki qilib, chiroyli qilib sizlarga chiqarib beraman. Eng ko'p sotadigan o'zi men hisoblanaman, chunki bizda aldov yo'q, manda kelasizlar, ko'rasizlar, hamma narsani bonuslargacha taqdim qilib beraman akalar. Xo'p, Haval M6 ni ikkinchi pozitsiyasi bu. Xo'p, Haval M6 juda ham katta yangiliklari bor. Sababi unga отдельный bir video olsam bo'lishi kerak, video olishim kerak. Sababi yangilandi akalar. Ya'ni ishlar koja bo'ldi. Xo'p, bu yerda hozirda juda ham talab ko'pligidan biz ikkinchi pozitsiyani olib kirib qo'yibmiz. Tuman kassasidan bilishinglar mumkin. Tuman kassasi bo'ladi ikkinchi pozitsiyamiz. Xo'p, diskasi sal boshqacharoq bo'ladi. Mustaqil podveska bo'ladi bunda ham. Besключевой dostup bo'lmaydi. Orqalari ham mustaqil bo'ladi. Bagajniklariga men o'lamandaman. Ancha-muncha odamni misol uchun sig'dirib ketasam bo'lar kerak bo'lsa, bu narsalaringizga ham joy qoladi. Juda ham katta bagajniklardan hisoblanadi. Xo'p. Ishlari juda ham ko'p. M6 ni menimcha bilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak bu videoni ko'rganinglardan keyin. 1,5 turbinali, 4 porshinli, 142 ta ot kuchi bo'ladi. Sotib olish taraflari buni ham Dargo bilan bir xil qilib qo'ydi. Ya'ni 1 yildan 5 yilgacha bo'lib berish imkoniyatlari bor hozirda. Buni xo'p, 30% bilan 2 yilga olsangiz bo'ladi, 50% bilan 3 yilga olsangiz bo'ladi, 70% bilan 5 yil muddatga, ya'ni 60 oygacha xarid qilish imkoniyati bo'ladi. Xo'p,
Salonga borsak boshqa masala, bu yoqqa kelsak boshqa masala, reklamalarda boshqa masala deyishinglar mumkin. Masalan, shuni o'rgatib qo'yaman. Misol uchun 280 million so'mlik modelni bilsam, misol uchun 280 millionlik modelni olasizlar, men 50% bilan 3 yilga dedim. 280 millionligini 2 ga bo'lasizlar, ya'ni 50% ni olasizlar. 140 million bo'ladi. Ya'ni 140 millionni 36 oyga bo'lsanglar 3 million 820 dan chiqadi. Xuddi shu tartibda, ya'ni kalkulyatorda necha pul chiqib bo'lsa, men shuni qilib beraman, ya'ni nomingizda bo'ladi. Shunchalik halol narsa bo'ladiki, u yoqda na penya bo'ladi, na foiz bo'ladi, ya'ni ribosiz mazza qilib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bonuslarga poliklar, tonirovkalar, radiatorni setka, podnomerlar, benzinlar ham qo'shib beramiz kelsangiz. Ularda mana shu yerda bank xodimlari o'tirishadi, ya'ni salonni ichida hammasi bitadi akalar. Kelinglar, ko'ringlar. Havola emoti juda ham zo'r, yangilangan dizaynni men sizlar uchun отдельный bir video qilib beraman. Xudo xolasa, uni salonga olib kirib qo'yamiz. Salonda chiroyli mana shunday dizaynda bo'ladi akalar. Haqiqatan ideal mashina. Xo'p, bitta narsa, endi Haval Julionni tanishtirish esdan chiqdi. Haval Julion bilasizlar, Havalda brendini eng yuqoriga ko'rsatgan, Haval brendini tanitgan modellar shu bo'ladi. Xo'p, nima gap Haval Julionda? Haval Julionda 3 yilgacha bo'lib berish imkoniyatlari va pasaytirilgan foiz stavkalari bor. Ha, M6 bilan Julionda pasaytirilgan foiz stavkalari va Dargoda ham pasaytirilgan foiz stavkalari bor. Bu degani 10% dan, hop 1% dan 19% gacha ko'rsatishim ham mumkin bo'ladi. Shunchalik mana kelamiz, sizlarga ko'rsatib beraman. Haval M6 narxlari esa 280, 260, 250 millionliklari bor. Julionni esa 330, 310, 280 million modellari bor. Xo'p, men tartib bo'yicha men sizlarga chiqarib beraman. Xo'p, ochamiz. Mana tartib bo'yicha mana ko'rib turibsizlar, Haval Dargo uchun va Haval M6 uchun mana shu tartibda chiqarib beraman. Mana foizlari 3,5. 25% to'lab 2 yilga olaman siz 3,5. 4,5, 8,5, 11,5. Yana men 30%, kimlardir 30% to'lovi bor. Bular misol uchun 2 yilgacha foizsiz oladi, 3 yilga olaman siz 7,5, 9,5, 10,5. 70% qilasiz, 5 yilgacha shundan olsangiz bo'ladi akalar. Bu degani foizlari juda ham past. Foydalanib qolamiz. Bu faqat bitta bank bilan shartnomalashgan, bu turli xil banklar bilan emas. Shuning uchun men menejer sifatida tavsiya beraman. Kelinglar, ulgurib qolinglar. Bunaqa bitta bank bilan ishlayapmiz hozirda. Shu bank, bu bank ham misol uchun o'zi xohlasa yopadi, xohlasa, chunki O'zbekistonda turli xil brend ochilib ketdi. O'shalar bilan shartnoma qilib olish mumkin, keyin havola olishinglar juda ham qiyinlashib qolishi mumkin akalar. Shuning uchun kelinglar, ko'ringlar. Haval Julionni esa 1 yildan 3 yilgacha bo'lib berish, 1 yildan 5 yilgacha bo'lib berish va 1 yildan 5 yilgacha bo'lib berish imkoniyati bor. Haval Julion bilasizlar, baribir sal o'zini sal muddatlar kamroqda. Chunki talab ham ko'proq, bilasizlar aka. Talab ko'paysa, taklif shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun akalar 50 39 88 80 nomerda bo'laman. Telefon nomerlarini chiqarib qo'yaman. Kelinglar, Jizzax Haval sizlarni kutadi. Ismim Asadbek, menejerdan ko'rdim shu videoni desanglar, men sizga chotki qilib chiqarib bonuslarni ham taqdim qilib beraman. Video manfaatli bo'ladigan bo'lsa bitta like, kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Va bu kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta podpiska bo'lsangiz, men kunda kunora videolar ulashib turaman. Sizlarga juda ham kerak bo'ladi. Xayr, charchamanglar, Jizzax Havalda ko'rishguncha sog' bo'linglar.